yangi darvoza qo'yganmi? Evet. 3 vaqt. Qurib tugaydimi? Yo'q, qurib tugaydimi? Nima qo'shdi? Ya Abdurahmonjon. Menga qarasiz. Nima deyapti? Tugaydimi? Yo'q, qurilishimiz tugaydimi? Siz darvozangizni qarang, meni uyimni qarang. Siz mana navisingizni qarang, meni uyimni qarang. Siz mana ikki tashkali uyingizni qarang, meni uyimni qarang. Odamsiz, siz qanaqa odam? Qo'shni. Faqirnimay ko'tarasiz. Agar sizga nima ekansiz? Pomidormi, kachkami? Hech narsa ekmagan. Hamma boshqa narsa. Mana bunaqa o't ekisiz. Nima bu? Qamalib ketasiz degan Abdurahmon. Qanaqa o't aka? Nima ish qilyapsiz? Shuncha pulni qayerdan olyapsiz? Abdurahmon, mana keling, qo'shni. Qarang, navisingizni qarang. Oppoda qolib ketgan. Ko'rdingizmi? Bo'lmadi. Lazım libosonda quyosh nurlarining o'zida 80% saqlab qoladi aka. Bundan tashqari eng qimmat, eng qo'l materiallar qo'yilgan. Bu eng libosonlarni o'zida qarang, o'zida bor qo'shni. Nima bo'lyapti? Eng o'rtada bir kira choy ichamiz. Qarang, buni kvadratini 550 ming so'mga berishgan. Yo'q, darvozani qo'ying. Darvoza ham qo'ydirdingiz-a? Darvoza ham qo'ydirdim, qarang. Bu bo'lmaydi. Ayting, ovoz chiqarma. Tankga ham o'qini tuzmaydi qo'shni. To'xtang. Qolganini eshiting. Yangalari. Ismi Mustafa. Profili bir yetsa ekan. Xo'sh, narxga kiradigan bo'lsa 1200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab berib qo'yar ekan. Abdurahmon.